Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana tuman bo'lishiga qaramasdan syomkaga kelganmiz. Hozir mana shu uyimizga qancha rasxod ketganini uyda egalaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling uka. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Aka, mana shu uyga ketgan polniy rasxodlarni bir hisobini chiqarib bersangiz, 2026-yilda shunaqa uy solaman degan aka-ukalar bo'lsa, o'shalarga foydali bo'ladi deymiz. Xo'sh, boshlasak. Bu uyimizda fundamentiga keladigan bo'lsak, fundamentiga xo'p 10 tonna atrofida sement ketgan. Sementimizni 500 rubldan olib kelib berishgan, dastavkasi ichida. Shag'al-pag'al usta pullari bilan bizda faqat fundamentimiz o'zini bitishiga 15-20 million mablag' ketgan. 15-20 million. Usta puli-yu, betoni shag'aligacha. Hammasi bo'lib, o'sha 15 million 20 million atrofida shag'ali, sementi, usta pullari bilan ketgan. Bunda uyimizda tepa tomonida darvozaxonamiz 3,5 ga 8. 3,5 ga 8 darvozaxonamiz, a? Darvozaxonamiz. Uzunligi 8. Uzunligi 8. Eniga 3,5. Darvozaxonada tepasida xonalarimiz bor, uni ham ichkariga kirib razmerlarini aytib ketamiz. Keyin bunga ketgan g'ishimiz. To'xtang, общий hisobda necha xona uy tepasida? Necha xona uy pastida? O'shani ham aytib o'tib ketaylik. Tepada 3 xona uyimiz, bitta koridorchamiz. Past tomonida ikkita uyimiz ayvon aynakzor bo'lgan teraska bo'ladi. U ham 3 xona hisobida endi. 3 xona. Общий hisobda 6 xona hisobda ekanda, ha? Hisobimizda 6 xona, 6 xona uy. Xo'p, bunga g'ishimiz, pishgan g'ishimizda 1050 so'mdan dastavkasi bilan kelib tushishi. Dastavkasi ichida 1050 so'mdan. Xo'p, xom g'ishlarimiz necha puldan keldi aka? Xom g'ishlarimiz dastavkasi bilan ichida 420 so'mdan 420 so'mdan kelib tushibdi xom g'ishlarimiz. Pishgan g'ishimiz 10 ming dona ketgan, xom g'ishimiz 40 ming 45 ming atrofida ketgan. 40 ming Общий hisobda 50 ming g'ish ketgan ekanda. Ha, 50 ming, plus minus 50 ming g'ish ketgan. Xo'p. Endi buni sesmalari, zarduvol, ana u nimalari, tom yopishlari, shularga qancha rasxod ketdi? Sesmamizga ham общий hisoblaganimizda 15-20 million atrofida pul ketdi. Sesmalarimiz lekin shag'aldan emas, shebyonka mayin nimasidan quyilgan. Chunki sifat chiroyli chiqish uchun mana bundaqangi bir haligi ochiq joylar qolmasligi uchun mana bunday mayin shag'aldan quyilgan. Mana bunday ochiq joyda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana ichi qolishi 7 metrlik uyimiz. Uzunligi 7 metr, ha? Uzunligi 7 metr, eniga 3,5. 3,5 ga 7 metrlik uyimiz. Xo'p, keyingi uyda ham razmerlarini aytib ketsangiz. Mana bu yerda koridorimiz. Shifrlarga o'tib ketamiz. 2 ga 3 koridorimiz bor. Koridorimiz 3 ga, eniga 2 ekan. Xo'p, keyin bu xonamiz. Bu xonamiz 4 ga 3,5. 4 ga 3,5. 4 ga. Ba'da bittasi kattalar uchun spalniya bo'lsa, bittasi detskiy bo'ladimi shunda? Ha, mana bu spalniya, narisi detskiy. Ha, mana bu spalniy. Bu necha aka buni razmeri? Bu 6 ga 3,5. 6 ga 3,5. Narigi xonamiz ham o'sha 3,5 ga 5 shunaqa. 3,5 ga 5 mi bu? Ha, bu uylar hammasi razmeri 3,5 ga olingan. Ha, hozir issiq bo'lish uchun shunaqa koridorlar bilan qilishyapti. Koridorga kirganda shu ikkita xonaga kirilish xod. Xo'p, narigi uylarni ham ko'raylik aka, keyin shifr starapilaga o'tamiz. Bu uylarimiz podvallari bilan shekilli, ha? Bu mana bu yerda podval bo'ladi. Keyin bu kelganimizda mana bu yerda to'g'riga kirgandan ba'da bismillah. Kiramiz endi. Bu xo'p. Podvalimiz nechiga necha aka? Bu yerimiz 5 ga 3,5. Ha, 3,5 ga 5 tushgan ekan, ha? Bu uyimiz. Bu ham shu tepadagi uyimizda katta mehmonxonaning razmeridan shu 7 ga 3,5. Ha, 7 ga 3,5 mehmonxonaga hisoblangan. Bag'da hozir. Yo, bismillah.
Xo'p, bu uyimizga kelsak, necha aka ular razmeri? Bu ham 3,5 ga 5 metr. 3,5 ga 5 metr bo'lib joylashgan xonamiz. Bittadan ko'chaga beriladi. Shu holatda shifrlarimiz kelgan. Xo'p, endigi masala. Ichkaridan chiqib oldik. Xo'p, endi aka to'sinlarimizga kelsak. Bu yerda to'sinlarni tashlashi, vassa, tomini shunday yopilib suv olishigacha общий usta pullari bilan 20 million atrofida pul ketgan. 20 million atrofida usta puliyu lombozi bitgan. Bu nima, loydan bo'lganmi aka? O'zimiznimi? O'zimizda qora tuproqdan, biz akasi qilib olib kelinganmiz. Somondan aralashtirib qilishgan. Xo'p. Endi stropila shifrlarimiz aka. Xo'p, shifrlarimizni quvasa yaxshi shifrlarimizdan oldik. 40 mingdan donasini. 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan dastavkasi bilan qilib berishdi. 200 ta shifr oldik. 200 ta shifr. Staropilalarimiz 8 million deysizmi aka? 8 million. 40 ming so'mdan kelib tushishi dastavkalari bilan. Dastavkalari bilan. Staropilalarimiz 14 ga 3,5 lik rossiyskiy bo'ldi. Hammasi umuman terak aralashgan yo'q. Terak aralashmagan, ha? Yo'q. Hammasi rossiyskiy. Rossiyskiydan qilingan hammasi. Xo'p, bular necha puldan kelib tushgan aka? Xo'p, akalar tomga chiqib oldik. Xo'p. Aka, bu staropilalar, ana ugoniylar, rekalar, ular kelib tushgan narxlarni bir yaqinroqdan olsangiz bilinadi. Mana bu staropilamiz 14 ga 3,5. 14 ga 3,5. 14 ga 3,5. Buni 105 mingdan oldik. 105 ming. Mana bulari sal qalinroq ko'rsangiz, mana 4,5 orasida 5 ga 15 lik bu rossiyskiy, toza rossiyskiylar. Bular уже bizga tanishimizdan uchrab qolgan, o'shani shuni olib kelganmiz. Hammaga maslahatim, mana hozir 11 liklardan emas, shu 14 likdan qo'qorish kerak, yaxshi chiqar ekan sifatiga. Keyinchalik ham bu tomingizni ochib yopganingizda bu qaytadan buni ishlasangiz bo'laveradi. Bu reykalarimiz mana bu yerda turibdi, mana qoqilgan reykalarimiz. Bular ustalar aytishlari bo'yicha rossiyskiy reykadan ko'ra bu terak reyka yaxshi ushar ekan miqdi. O'shanga buni metrini 4 mingdan olib kelganmiz. Metri 4 mingdan kelib tushgan, ha? Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan metri 4 mingdan ultarmadan borib terak purish akalarimizni, hoji akalarimizni olib kelganmiz. Keyin mana bu bruslarimizni olib keldik. Bu bruslar to'liq 6 ga 12. O'sha sarroplikka deyishadi. Men rossiyskiy ishlatganimdan keyin shu to'rtpucha chiroyli chiqsin deb, ham baquvvat ham bo'lar ekan bu. Terakdan ko'ra maslahatim shu 6 ga 12. Keyin buni 10 ga 10i bor, 5 ga 8mi, 7simi bo'lar ekan. Shulardan olib qoqsa chiroyli chiqar ekan, ham mustahkam. Xo'p, ustakalarimiz bugun ketishibdi. Ertaga kelsa endi shifrni boshlashar ekan. Shifr narxlarini necha puldan qoqib berishyapti? Shifr narxlari 40 mingdan. 40 ming so'm. 40 mingdan kelishdik. Shifr qancha bo'lsa, stopli ham o'shancha ekanda. O'shancha bo'lib qolyapti. Birga bir ekan. Bu ustakalarimizdan bizga bonus bo'lgan tomoni tomga chiqish xodi bilan mana bu yerda ikkita ko'zcha chiqarganmiz. O'shani bonus hisobida qilib berishyapti. Bu hali ochiq bo'ladi, bu chumchuq uya deydimi, nima deydi? Mana shunday ko'z, va shundan 2 dona bo'lyapti. Xolasangiz 3 ta tushirib beramiz deyishdi, 2 ta qilaverdik chiroyli chiqish uchun. Shu bonus ustalarimizdan. Xo'p, o'shandagi plus minusi bilan общий hisobda qancha rasxod ketyapti? Xo'p, shifrimizni o'ziga rasxodimiz ketyapti 25 million. Общий hisobda, aytingchi, общий hisobda 0 dan shu holatga kelguncha qancha rasxod? Общий uyimizda shu holatga kelsa, erta shifrlar kanyuklari bilan qoqilgan hisobida miqsiq, usta puli hammasi bilan bo'lib 125 million atrofida pul ketyapti. 125 million atrofida rasxod qilishibdi akalarimiz. Siz bitta kanalga podpisatsiya tugmasini bosib, bitta like bosib qo'ying va kommentariyada yozinglar, kimga qanaqa narsalar qiziq.